Eshitish qobiliyati judayam muhim analizatorlardan bittasi hisoblanadi. Tashqi muhitdagi har xil tovushlarga insonni reaksiyasi bu har xil emotsiyalarni paydo bo'lishiga, ya'ni turli xil kuchli ovoz yoki yoqimli musiqa yoki bo'lmasam shunga o'xshash signal beruvchi tovushlar odam organizmida qabul qilinishi judayam muhim funksiya hisoblanadi. Ya'ni shunga qarab turib tashqi muhitga inson javob reaksiyasini o'zida tayyorlaydi. Eshitishni pasayib qolishiga turli xil sabablar mavjud. Bu quloq eshitish nervi bilan bog'liq bo'lgan va bog'liq bo'lmagan sabab deb oddiy ikkiga bo'lishimiz mumkin. Ko'pincha turli xil cho'milish yoki bo'lmasa shunga o'xshagan basseynga tushish holatlaridan keyin quloqlar birdaniga bekilib qoladi. Buni sababi eng ko'p uchraydigan bu quloqlardagi serniya probka deyiladi ruschasiga, ya'ni oltin gugurt tiqini. Mana shu oltin gugurt tiqini quloqlarda tashqi quloq eshituv yo'lini bekitib qo'yishi hisobiga birdaniga eshitish pasayib qoladi. Mana shu holat agar yoshi kattalarda bo'ladigan bo'lsa, turli xil vohma holatlari vujudga kelishi mumkin. Ana endi yosh bolalarda eshitish qobiliyatini pasayishi juda ham turli xil kasalliklarni hisobiga yoki bo'lmasa asorati hisobida rivojlanishi mumkin. Masalan, adenoid to'qimasi kattalashib ketadigan bo'lsa, quloq parda ortida suyuqlik yig'iladi va buni eksudativ otit deyiladi va mana shu suyuqlik hisobiga eshitish qobiliyati bolada pasayib qoladi. Yosh bolani yoshiga qarab har xil o'zida bo'layotgan o'zgarishlarni bolalar to'liq etolmasligi hisobiga bu holat ko'pincha lor vrachi quloqlarni endoskopda ko'rgandagina ma'lum bo'ladi. Yoshi kattalar bu holatni o'zi to'liq ta'riflab, tavsiflab bera olganligi uchun ularni diagnostikasi birmuncha bolalarga nisbatan yengilroq hisoblanadi. Mana bu quloqlarda eshitish pasayishini adenoid bezi hisobiga rivojlangan kasalligi. Keyingi holatlar quloqqa turli xil zarbalarni berilishi yoki travmalar bo'lishi hisobiga nog'ora parda yorilib, quloqlarda shu yorilgan nog'ora parda va biroz nervni jarohati eshitish pasayishiga sababchi bo'lishi mumkin. Mana shu holatda ham zudlik bilan o'z vaqtida davo choralari ko'rilsa, kasallik asoratsiz tuzalib ketishi mumkin. Ana endi yoshi katta insonlarda surunkali sensorineural eshitish zaifligi deb atalinadi. Buni o'ziga yarasha bosqichlari bor. Mana shu kasallik hisobiga eshitish qobiliyati biroz pasaya boradi. Ya'ni bu ko'pincha qarish protsessi bilan bog'liq. Ya'ni qon tomirlar aterosklerozi yoki bo'lmasa shunga o'xshagan kasalliklar hisobiga yoki bosh miyadagi har xil o'zgarishlar hisobiga eshitish qobiliyati ham vaqti bilan sekin-sekin pasayib boradi. Mana shuni o'z vaqtida tekshirib, davo choralari ko'rilsa, bu holat ham juda ham chuqurlashmasdan quloqlar uzoq xizmat qilishi mumkin. Ko'pincha mana shu sanab o'tgan kasalliklarimiz bir vaqtning o'zida ham kelib qolishi mumkin. Bir marta shunaqa holat bo'lgan. Qabulimizga bitta bemor, yoshi kattaroq onaxon kelgan va quloqlarini ko'rganimizda shu oltin gugurt tiqini bilan to'liq qoplangan quloq yo'li. Mana shu probkani olib tashladik va eshitish birdan ochildi. Ertasi kuni 4 ta shunga o'xshagan bemorni, ya'ni yaxshi eshitmaydigan o'zlarini tanishlarini boshlab kelgan va u bemorlarda hammasida nervga bog'liq eshitish zaifligi, ya'ni surunkali sensorineural eshitish zaifligi kasalligi. Uni hech qanaqa yuvish, chayish, tozalash bilan davolash mumkin emas. Mana bu holatda eshitish qobiliyati tekshirilib, bu bemorlarga quloq eshitish apparati tavsiya etiladi va mana shu quloq eshitish apparati bilan bemorlar juda ham o'zini yaxshi his qiladi va tashqi muhitdagi ma'lumotlarni to'liq olishi mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda eshitish apparatlarini turli xil zamonaviy ko'rinishlari juda ham keng tarqalgan. Faqatgina bu apparatlarni audiolog yoki bo'lmasa surdolog mutaxassisidan audiometriya tekshiruvini o'tkazib turib olinsa, juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki hozirgi kunda mana shu zamonaviy quloq apparatlarini
bemorni o'ziga qarab turib, eshitish pasayish darajasiga qarab turib sozlash mumkin. Ya'ni har bir insonga individual ravishda shu kompyuter programmalar orqali sozlab o'ziga alohida qulog'iga taqiladi. Mana shunda to'liq komfortga erishadi eshitish qobiliyati tomonidan. Yosh bolalarda homiladorlik paytida har xil eshitish patologiyalari, ya'ni kasalliklari tug'ma ravishda rivojlanishi mumkin, ya'ni tug'ma karsoqovlik. Mana shu holatga ham e'tibor qaratish kerak. Hozirgi kunda agar ayol homiladorlik paytida gentamicin yoki shunga o'xshash shu qator preparatlarni qabul qilgan bo'lsa yoki bo'lmasa har xil eshitish nerviga, eshitish qobiliyatiga ta'sir qiladigan turli xil dori preparatlari bor, ya'niki homiladorlikda mumkin bo'lmagan. Mana shu dorilarni qabul qiladigan bo'lsa, bolada tug'ma karsoqovlik rivojlanadi. Bu degani bola nogiron tug'ildi degani. Mana shu holatni oldini olish uchun hozirgi kunda tug'ruqxonada skrining o'tkaziladi, ya'ni bolani eshitish qobiliyati tekshiriladi. Maxsus apparatlari bor. Agarda eshitish qobiliyati pasayganligiga shubha qilinadigan bo'lsa, 1 oydan keyin bolani to'liq tekshiruvga surdologga yuboriladi va mana bundan keyin o'zini maxsus qilinadigan operatsiyalari bor, ya'ni koklear implantatsiya deyiladi. Mana shu operatsiyadan keyin bola to'liq eshitishi va nutqi rivojlanishi mumkin. Agar shu holatga e'tibor berilmasa, bolada eshitmaganligi hisobiga kelajakda nutqi ham rivojlanmaydi. Mana shuni 5 yoshgacha ulgurib qolish kerak. Mana shu amaliyot 5 yoshgacha bajariladi. Agar 5 yoshdan kechikadigan holat bo'ladigan bo'lsa, eshitish tiklanadi, lekin nutq yaxshi rivojlanmaydi. Bundan tashqari har bir holat, har bir insonda, ya'ni kasallarda o'ziga xos individual ravishda yondoshishni talab qiladi. Hozir sizga bergan ma'lumotlarimiz juda ham qisqa va kam miqdorda berdik. Sababi har bir bemorda o'ziga xos individuallik mavjud, ya'ni kasallikka nisbatan. Agar sizda eshitish qobiliyati pastligi bezovta qiladigan bo'lsa, lor vrachida to'liq qo'shimcha ma'lumot olishingiz mumkin. Ana shunda sizga mukammalroq sizni holatingizdan kelib chiqib tavsiya va ma'lumotlar beriladi. Agar video sizga foydali bo'ladigan bo'lsa, like bosing, podpiska bo'ling.